Krashini penallarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu penalimizning razmeri 4 metr bo'ldi. Jemchug kraskani ishlatdik. Aynalari yo'doy 06lik bo'ldi. Sifati zo'r, xudo xolasa. Noodatiy bo'ldi, xudo xolasa. Ruchkalar ham zo'rindan qo'ydik, qimmatdan. Mana ishlari polka bo'ldi. Polkalarimiz qatib turibdi, qalin oyna 06lik chaqlangan. Mana qo'llablar ham ko'p qo'llab qo'ydik. Mana oynalari. Mana ustam yo'doy bo'ldi, oyna bo'ldi 06lik. Mana tortmasi tandem mexanizmidan foydalandik. Shulardan material qildik buni. Kimga shunday penallar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib taxlab berishga harakat qilamiz. Mana ko'rinishi. Chiroyli chiqqan bo'lsa, zo'r deb qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Xudo xolasa.